Bismillah. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi savdomiz xudo xolasa Qashqadaryo viloyatida bo'ldi. Tunugina ham Iber uydik. Dehqonobodga. Bu safar Dehqonobod emas, Qashqadaryo yozuvning yoniga qaysi tumanini bilmadik, so'ramadik. Xudo xolasa mini labimiz 6 akkumulyatorlik 58 likdan bort razmerlarına keladigan bo'lsak 1.60 ga 1.10 bo'ladi. İçine bemalol 2 adam ketadi. İç ko'rinishlari, ventilatori, pechkasi qishning kunida hamma narsasi bor. Bu bizning logotip. Gaz, tormoz, ruchnoy tormozi, korobkasi avtomat bo'ladi. Roli gidravlika bo'lmaydi, biroq yuk olishi 600 kg bo'ladi. Kimga shunday mini labimiz kerak bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Aloqa qilib bog'lanib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Haydi çıkın, kol dikkat sana, çıkın. Haydi. Oldu.